Hurmatli obunachilar, bugungi lokatsiyamiz 3-metro bekat, ya'ni Sergeli bekatiga 1,5 kilometr oraliqda joylashgan Yangi Hayot tumani 9-hudud boshidan 2 xonali uyimizni obzor qilib bermoqchi biza 56 kvadrat metr 6-etajda, narxi 55.500 kanalda. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Obzorni boshladik. Kiruverish, Fayzli xonadonimizda. Kiruvishda menga o'xshagan keng katta prixoshkani ko'rishingiz mumkin. O'ng qo'lda zalimizda joylashgan. Zaldan obzorni boshlayman. Kirganda menga o'xshagan katta holatda zalimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda gaz remont holatda, o'zinglar dedinglar bo'lsa remont qilsanglar bo'ladi. Mana bu divan, konditsionerlar uyda qoladi. Zaldan tashqariga qaragan narujniy balkonimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda 6-qavatda joylashgan 7 qavatli dom, g'ishli dom. Kvadraturasi katta. Prixoshkani ko'rib turibsizlar kattaligini. Bu tomonda yotoqxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdagi mebellar, televizor ham uyda qoladi. Yotoqxonaning kattaligini ko'rib turibsizlar. Yo'da sanzelni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning egasi bilan kelishgan, ham qushlar ham uyda qoladi. Yo'da sanzelni ko'rishingiz mumkin. Kiradigan mashinalar qoladi. Sanzel bazdelni holatda, bu yerda alohida hojatxona qismini ko'rasizlar. Bu yerda ayollarning zemonxonasi, kuxnya ham ko'rishingiz mumkin. Kuxni mebellar qilib qo'yilgan. Derazalarda rashotkalari bor. Kuxning uголок, xolodilniklar barchasi uyda qoladi. Uyimizda g'ishli dom, 7 qavatli domning 6-qavatda joylashgan, lift bor chiqib tushish uchun, maktab, bog'cha, parklinka oldida joylashgan 2 xonali uyimizda 56 kvadrat metr, narxi bizning kanalda $55.500, uyimizda ipoteka bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlar Telegram kanalida.